Navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Yangi Mirnida. Tunikafonni birinchi o'rinda qilish kerak bo'lgan narsalardan biri bu ranglarni bir-biriga mos tushishligi hamda shakllarni mos tushishligi. Mana bu yerga tunikafonlarimizni qilganda hovuzlarimiz orasiga duttilar qo'ydik. O'rtasiga kattaroq, ikki yoni kichkinaroq. Mana shu tunikafonlarimizni qanligi 0.35 da xarajatlari hammasi ichida $11,5 qilganmiz. Mana bu yerga o'rnatilgan oynalar, nirjaveka tunikalar hammasini bitishi narxi. Assalomu alaykum hammaga. Kelayotgan Qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Kamino usta Abdulloh jamoamiz bilan tunikafon xizmatlarini amalga oshiramiz. Azizlar, navbatdagi ishimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Yangi Mirnida, Bektosh akamizning xonadonida ushbu uyni mana shunaqangi go'zal suratda patolog qilib tugatdik. Ushbu tunikafonimizni haqida batafsil ma'lumot beradigan bo'lsam, ko'rib turganlaringdek tunikafonni birinchi o'rinda qilish kerak bo'lgan narsalardan biri bu ranglarni bir-biriga mos tushishligi hamda shakllarni mos tushishligi. O'ylaymanki, mana bu pishgan g'ishtdan ablisovka qilingan uylarimiz, mana shu pishgan g'isht ranglari bilan bizning qo'ygan tunikafonlarimizning ranglari bir-biriga mos tushgan, qaymoq rangda bo'lgan. Tunikafonlarni ishlatishda biz qaymoq rangga mokr asfalt rangdan tunikafon qilib kombinatsiya qilgan holatda ishni bitirdik. Azizlar, mana bu bizlarda pishgan g'ishtdan mana shu ablisovkalarimiz bu sharqona uslub hisoblanadi. Ya'ni g'ishtlarimiz eskidan ota-bobolarimiz uylarni qurganda yoki eski binolarimiz, qadimiy obidalarimiz ham o'zlaringga ma'lum pishgan g'ishtdan bo'lgan. Shuning uchun biz mana tunikafonimizni qilganda naqshlarda o'sha Marokkan naqshlardan qildik. Nima uchun? Chunki Marokkan naqshlar ham o'sha eski qadimiy bizlarda tariximiz bilan bog'liq bo'lganligi uchun pishgan g'ishtga o'sha Marokkan naqshlarni qo'ydik, shunga dizaynni mosladik. Endi mana bu yerga tunikafonlarimizni qilganda hovuzlarimiz orasiga duttilar qo'ydik, o'rtasiga kattaroq, ikki yoni kichkinaroq. Endi bu nima? Zamonaviy uslubga, o'sha sharqona uslubni uyg'unlashtirgan holda, qorishtirgan holatda bir dizayn qildik. Bu darvozadan kirib kelar ekansiz, sizga boshqacha muhit, boshqacha atmosfera beradi. Albatta kayfiyatingizni ko'tarishiga ta'sir qiladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, aziz obunachilar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Tunikafonlarimizni qalinligiga keladigan bo'lsak, mana shu tunikafonlarimizni qalinligi 0.35 Toshkent metallurgiya zavodi tunikasidan qilganmiz. Tagidagi karkazlari metall profilga bo'lgan. Mana shu tunikafonlarimizni xarajatlari hammasi ichida $11,5 dan qilganmiz. Ushbu uyimizda biz tunikafondan tashqari mana bu latoklarni qilib berganmiz. Latoklarni ko'rsingmi? Tepa yuqorida. Latoklarni qilganmiz. Latoklarimizni katta latokdan qilingan. Bu tunika 3 ga bo'linib qolgan, 12 lik deydi. Kranshtenlarni esa oq kranshtenlardan foydalanganmiz. Kranshtenlari metall profilga bo'lgan, u ham 3 sm ga 2 sm lik kranshtenlar. Bundan tashqari tunikafonimizni qilishlikda mana kayzeroklarimizni orasiga sariq tillo rangli nirjavekalardan foydalanganmiz. Hamda mana bu latoklarini o'rnatib berganmiz, chiroyli qilib. Bu latoklari ham 12 lik katta latokdan bo'lgan. Mana shu latokdan 5 dona o'rnatganmiz. Latoklarimizdan esa vodostoykadan 5 ta, latoklarimizdan esa 67 metr o'rnatilgan. Mana bu yerga o'rnatilgan oynalar, nirjaveka tunikalar hammasini bitishi narxi 48,500,000 so'mga bitdi. Qalay, ishlarimiz sizlarga ham yoqdimi? Agar ishlarimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, siz ham uyingizni tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytgancha biz tunikafondan tashqari tashqi fasad ishlarini ham yo'lga qo'yganmiz. Sokullar, fasadni plitkalar yoki bo'lmasa krishalar. Mana bu xizmatlar ham sizlarda bo'lsa, bemalol murojaat qilib, hammasini bitta qo'lda chiqarishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.